Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar tomoshabinlar. Hammalaring Navro'z bayramlaring qutlug' bo'lsin. Iloyim 100 yoshga kirganda ham shu yerda tomoshabinlarda qarsicha olib o'tirishni Alloh nasib qilsin. Bayramona kayfiyat yaxshimi hammalaringda? Bu nima bu? Qarsi desa qarsilaring sharaf, shulib o'rnida hamma sovg'a tutib turibdi. Tamomlaylar. Ikki dona o'ynayman. Qo'limdan kelganicha, otamdan o'rganganimcha. Iltimos qilaman, operatorlar ovozini chiqarib qo'yinglar, men pensioner odam, baqirsam bo'lmaydi. Ikki dona o'ynayman. Qo'limdan kelganicha, otamdan o'rganganimcha. Har joyda aytaman, hamisha aytaman. Men davraga kuchim emas, hunarimni ko'rsatgan chiqaman. Hunarim bilan sizlarning ko'nglaringdan joy olib xursand qilishga harakat qilaman. Ammo pul berib yurmanglar. Pulga o'ynamay qo'ydim. Rosa ko'tardim pulni, qopda oldim. Pul bermasalar xafa bo'lmayman. Ammo men ham haqim sizlarda qolib ketmasin, ota. Ya pul emas haqim, meni haqim sizlarda qarsilaring. 2 yoshimdan beri qarsika o'ynab kelaman. 43 ga kirdim, hali ham davradaman. Bu sizlarda duolarim. Bitta qarsika eshitib oling, bir farg'ona. Rahmat. Bu qarsigam zo'r bo'ldi, shosh bilan tushib kelyapman. Shohmardondan, Farg'onada qo'y go'shida osh yegan hamma desam, masta ichiblar, qarsigam sharaf shulublar. Yana bir qarsik cho'ganda xonadoni to'y bo'lsin, yon bo'lmasin, marhamat. Orqala telefonlik 1 metr olib qo'yiladi. Tagiga qo'yib beringlar, tagiga. Ha, to'xta. Endi bitta narsa. To'xtab turing, shoshmay turing. Bu toshni olib chiqib qo'ydik. Hamma qarab turibdi, polvonlar o'ynadi. Yana o'ynaymiz hali. Men o'zim ham sizdan keyin davom ettiraman. Gumon bo'lmasin, sinab olaylik, keyin orqasidan davom etaveraman. Ikkita yigitlardan, akalarimdan polvon tosh qanaqa og'irmi, yengilmi deb. Bu chekkasidagi og'irligi salkam 80 kiloga yaqin, 75 kilo. Davrada turgan yigitlardan, akalarimdan 2 dona guvohlikka. Gaz bo'lmasa bo'ldi, benzinda bo'lsangiz kelaveradi. Kelavering. Keling, kelaver. Ya, bo'ldi, yechmay qo'yaver. Yechmay, yechmay chiqavering. Bo'pti, kelaversin. Yana bormi? Chop tur, pasroq chop tur. Keling aka. Qo'llar, Elmurod, qara. Islomjon, qara akalarimni chaqir. To'xtab turing, endi sherik chaqirib olay, ya. Sherik chaqirib olay. Yo'q. Aka qalas, sog'liq joyidami? Rahmat, o'zingiz ham omad sizga jicha og'irlik qilamakinda. Xo'p, bo'ladi, keling. Yaqinroq. Shu. Bo'ladi shu. Ikkita qo'lda olavering. Ye, ha. Happari. Bitta qarshi chopaylarmi? Malades. G'ayratiga qo'yilgan. Rahmat. Narigisi ham ko'rasizmi? O'zingiz necha kilosiz? 40 kilo. 75 kilo ra. Rahmat. To'y qiling, to'yingizda xizmat qiling. Kam bo'lmang, salomat bo'ling. Endi toshga hammalaring ishini ursalang kerak. O'sha toshlar 32 kilolik. Bitta qarsak bo'lsin, chiroyli qilib sizlarga o'ynab bering. Tomosha qiling, marhamat. Qani ketdi davrada aziz pahlavon. Qani. Qarsay to'xtab qolyapti, qarsay bilan birgalikda ketdik. O'zbekistonning pahlavoni davrada aziz pahlavon, gaplarni 2 kilolik bir qadoq tosh. Yana bir gaplarni yakka tosh. Sal uzoqroq yigitlar. Yana ozgina uzoqroq. Degani tor bir qarish.
qarshi bilan ketdi boshdan oshirib. Ana. Ketdi boshdan oshirib. Hisobiga olib oxirigacha to'xtatmasdan ketdi qassagi bilan. Yo'q. Davradasiz, sonasiz pahlavon davrada ketdi. Polvon aka bosh kelish yo'q. Ketdi bittasi bilan istaganchigi bilan ketdi. Bosh shut. Aka. Ana tosh topiladi bu joni temirdan. Bu bosh topilmaydi, kalla qo'yish yo'q. Bitta soqat tosh shundan olib stakanchi qilib bir o'ynataman deydi. Gazvada kurishga bo'ldi, to'kilib ketib qoldi. Bizim Farg'onamizda qarsiy bepul bozorda sotmaydi, aptekada bermaydi. Qani yigit qizlar, aka-uka onalarim, qarsigi bilan ketdi boshqatdan ko'ramiz bitta soqat tosh bilan har maqomida. Rahmat. Aka, qayerdan keldingiz? So'q. So'qda pul ko'pda. Xo'jachi xolasanglar, xolamasang ham o'ynaysanda qarshi ish olmay turibsiz. Adam yerlaringga bilet olgan odamga o'xshaydi. Qarshi bepul. Qarshi ish oling, o'g'illaringiz pahlavon bo'lsin. Marhaba. Bitta soqat tosh bilan qani ketdi, har maqomiga olib. Orqa taraflardan aylantirib ketdi, qani. Qarsaylar bilan davradasiz pahlavon. Ketdi polvonlar. Ana, barakalla. Diqqat, ketdi, to'xtash yo'q yigitlar. Ikkita soqat tosh, to'rtta soqat tosh, ikkita yigit bilan birgalikda. Yatak. Qaravariga, oxirigacha yigitlar. Qaravariga ketdik. Yaxshi, ketdi, baravar kelib polvonlar. Qaravariga. 90 gradus. Qarsaylar bilan. Davradasiz begasiz pahlavon. Aka boshdan oshirib. Ana. Endi Banga qara, bitta ikkita odam chiqib olganda bu 75 kilo narsa qo'yib qo'ygan edi, qara. Bitta soqat tosh. Bo'ldimi? Ha, bo'lar, bu bo'ldi o'zi. Olib keling, kivaldan, bo'lmasa toshni oling. 8 kilo. Voy. Polvonlar qo'liga tushdingiz, polvon aka. Toshni uraveradi. Ya toshga qo'yamanni boshga qo'yish yo'q.
Ketdik. Hop. Chomay tur. Bo'ldi deguncha uraverasiz. Yana bo'ldi deb qo'shingizdan chiqib qolmasin ha. Bu tomonga o'tib oling. Ketdik. Qo'lga hushyor bo'ling. Ayamasdan ketdik. Soling. Bosing. Bitta soling o'chiring. Ketdik. Bosing. Abdurro. Ayamasdan. Bo'ldi nimaga uraverasiz? Qarsak bo'lmaguncha uraverasiz. Ketdik. Yana bitta bo'ladi stop. To'g'ri kelsa. Qarsak bo'lmadi. Qarsak bilan ketdik. Avradasiz pahlavon. Kallamga bitta 70 kilolik toshni qo'yib turaman. Bolalar bozg'on bilan kallamdagi toshga uradi. Qarsak bo'lmayapti-da. Biza qarsak o'tirsin, marhamat, tomosha qiling. To'g'ri. Mana shu hamma surgan aka. Shogirdlar ajlas. Eng zo'rini aytaymi? Mana shu o'rtaga ochiqib bilan saqlab o'ldirib yuborsa-da sizni. Tosh ko'taramasam 70 ko'rsatyapti-da. Qarsak bo'lsin, bitta chiroyli originali bor. Voy. Qarsak ham bugun platniy olib chiqdi, kiloli bo'lib. Bitta chiroyli o'yinimiz sizlarga sovg'a qilib o'ynab beraman bayramga. Tosh ko'tarib ko'rishdi. Og'irligi 32 kilodan. Kuchim yetganicha havoga otaman. Qaytib tushayotgan toshni yelkamda uraman. Agar yelka bilan toshning o'rtasidan ovoz chiqsa, halol bo'lsa, ma'qul kelsa bitta qarsak chopasiz. Tomosha qiling. Uraveraymi? Rahmat, jon o'zingnikida uraverasan dedi. Uramiz. Ama mana shu burchakdan hech qarsak chiqmayapti, sizlardan. Qarsak eshittiraylik. To'ylaringizda xizmat qilaman. Tomosha qiling, marhamat. Oyna gülüm oyna, yar derdine dözmeden. Oyna balam oyna. Oyna balam oyna, el senden üzmeden. Oyna balam oyna. Diqqat. Eshitamiz, ko'ramiz, ketdi bossing. Qattiqroq. Yana ham qattiqroq. Oxirgisini sakrab turib bosdik. Qarsagi bilan. Avlod azizbek, aziz pahlavon. Rahmat. Bu ham qarsaklaringga pusan bo'lmadi shekilli. Yangisi bor. Har bitta toshdan havoga otaman. Qaytib tushayotgan toshni kallam bilan uraman. O'zi ham hozir emas, 70 yildan keyin. Hozir kallada toshni ursam, svet o'chib qolar. Nima kulasam o'zimga o'chatdi. Qarsak bilan barabar hamma toshni chishimda ko'taring. Qarsak cho'ganda qo'li jaraq dollar bilan yevro sanab charchasin. Qarsak cho'may xo'mraga turganda naq pulini kelib majburiy ijrodan olib ketib qolsin. Kammaydi. Marhamat. Hop. Ana. Ana. Hay. Allah kuvvet versin. Ana. 6 taş Allah kuvvet versin. 32.
160, 70 kilo yük bilan Allah quvvat bersa 230 kilo, 250 kilo yük bo'lyapti. Yaxshi qarsaga ko'tarsin. Ha, hoy, hoy, hala. Ha. Oha, Begijon kelibdi mana Begijon. 50 yes. Hali bizni so'rab berganimiz ham. Chetdami? Mana biz. Ikkita yigitga qo'shib yerdagi hamma toshni tishimni ko'taraman. Ammo yana aytaman. Men davraga kuchim emas, hunarimni ko'rsatgan uchkaman. Albattaki. Kuch eshikda ham bor. Hey! Eshikda ham bo'ladi kuch. Albatta. Ama yigitlar, ko'p yoshlarimiz sportsmen bolalar bor. Bir narsani aytaman. Odam kuchni, odamni urgani to'plamaydi. Albattaki. Odam tosh ko'targani bilan polvon emas. Hey! Mashinani ko'tarib ag'darib tashing, polvonlikka kirmaydi. Albattaki. Polvon qachon polvon? Bir ish qiling, orqangizdan 4 ta soqol otingga rahmat desin. Hey! Yigit kishiga bundan ziyod polvonlik yo'q bu dunyoda. Albatta. Meni ismim Azizbek. Hey! Shohmardonlik Ahad polvon